Rossiyadagi jigarlarim. Sinfdoshlardagi bandasiga emas dedilar. Mana menga ekanu. Mana o'rtoqlarimni bugun Norindagi eng zo'r baliq markazi, Sazan baliq markaziga boshlab keldim. Oshna? Oshna. Nima? Bizni quyoshga qaratib qo'yding. Birpas qisib tur, mana uni olsam yuzimizga quyosh chiqib qolyapti. Tiniq tutsa, bolalar quloq solmaysizlar. Bugun baliqni zo'rniymi? Ketdik. Bu karilashda eriydilar shekilli. Tarixda bo'lmagan ish bo'lar ekan-da. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar aka. Ukam, bu bolalar baliq yemaganiga ancha bo'lib ketsa, baliqni ko'rinishi emasidan chiqib ketgan. Zo'r qilib pishirib bering. Akalar, xush kelibsizlar. Baliq necha kilo aytasizlar? 1 kilomi, 2 kilomi? 1,5 kilo yetib qolar-a? 1,5 kilo emas, 2 kilo aytaylik. Qanaqa 2 kilo, qanaqa 1,5 kilo? Sharmanda qilyapsizlar. 4 kilo yapting aka. Aka, mana suvlar ham oz. Suvlarni ham ko'paytirib tashlang, dasturxonni zo'r qilib tashlang. Oshna cho'ntakka qarab aytgan. Men aytganlarimni olib kelavering. Akalar, buni yeb turinglar. Qolgani ham tayyor bo'ldi. Kamchiliklar yo'qmi aka? Aka, bizga shotni berib yuboring. Mana akalar shot. To'lab yuboringlar. Sendan emasmi dosh? Karkar qilyapti-ku. Aka, yo'q, sizni ishlaring ko'proqmi? Hop, ishlayapsiz. Puling yo'q ekan, karlab nima qilasan? Men senlarda bor deb o'ylab qoldim. Xotinim aytdi-ya. O'zi xotinimning gapiga kirmay to'g'ri qilar ekanman. Qo'shni, ish qilib bu ahvolimiz Rossiyadagi o'rtoqlarimizga yetib borib qolmasin-da. Mashinaga karkarlarga tashab qo'yamiz.